Assalomu alaykum, hurmatli Arkon Gazablogda YouTubedan turib kuzatadigan obunachilarimiz. Sizlar uchun mana sizni o'zingiz ichingizda, odamlar orasida gazabloglar haqida tarqalgan har xil miflar, ya'ni mish-mishlarga aniq va to'liq javoblarni hozir Sohibjon akamdan olamiz. Sohibjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizmanda. Qo'ldan kelgancha o'zimizdagi bilimlarni xalqimizga berishga harakat qilamiz. Qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol beraverasiz. Sohibjon aka, eng ko'p tarqalgan, men eng ko'p eshitgan savol, gazablog uni beton bo'lganligi uchun yozda issiqlikni ichkariga o'tkazib yuboradi yoki bo'lmasam tashqariga berib yuboradi, qaytaradi, deyapti. Qaysi bir gaplar to'g'ri o'zi? Issiqlikka qanaqa gazablog? To'g'ri, endi xalqimizda hali shlaka blok, beton mahsulotlari issiq suvda o'tkazdirib yuborgani uchun gazablogdan shunday deb o'ylaydi. Aslida undaq emas. Sababi qum sement qo'shilgani bilan buni tarkibi 50% havodan iborat bo'ladi. Eng yaxshi izolyatsiya narsa o'sha havo bo'ladi. Sababi oldinlari paxsa sinchli uylar bo'lgan, ikkita tomoniga paxsani urib, o'rtasida havo qoldirishgan. Sababi o'sha havo issiq sovuqni ushlab turishgan. Xuddi o'sha narsani bu zamonaviy texnologik yechimi bu. Bunda o'sha o'rtada katta havo bo'lmaydi. Gazablogning ichida mayda-mayda o'sha havo sharikchalari bo'ladi. O'sha havo sharikchalari tashqaridan kelgan yozgi kunida issiq havoni, ichkaridagi muzday havoni chiqarmaydi. Qishki kunida naboroti. Tashqaridan kelgan sovuq havoni ushlab qoladi, ichkaridagi issiq havoni ushlab qoladi. Shunda ovoz ham izolyatsiyasi yaxshi bo'ladi. Issiq sovuqni o'tkazuvchanligi kam bo'lganligi uchun ham tarkibida havo bo'lganligi uchun ham yengil bo'ladi, ham issiq sovuq ovoz izolyatsiyasi yaxshi bo'ladi. Mana shu joyda ichida havo bor dedik, lekin bu havoni biz tashqaridan turib bormi yo'qmi bilmaymiz. Mana shu narsani mana gazablogda uyimizga qo'yib, qurib bo'lganimizdan, uy ko'tarib bo'lganimizdan keyin sifatini bilmaylikda, sotib olishdan oldin qanaqadir qilib sifatini bilib olsak bo'ladimi? Albatta, biz Instagramda videolar qo'yib borganmiz. Shunda tushuntirib o'tganmizki, mana shu havo katakchalari maksimum darajada mayda bo'lsa, shunda gazablogning sifati yaxshi bo'ladi. Agar katakchalari har xil, ishramlari iri bo'lgan bo'lsa, sifati pasayib ketadi. Menimcha suvga tashlab ko'rsak ham bilinsa kerak. Bu haqiqiy ona xalqimizga bu o'tda yonmas, suvda cho'kmas, mana shu gazablog bo'ladi. Demak, ichida rostdan havo bo'lsa, rostdan suvda cho'kmaydi, to'g'rimi? Suvda cho'kmaydi. Buni ko'rsatib ham beramiz, xudo xolasa keyingi videolarimizda. Gazablog yoki zilzilaga qanaqa? Zilzilaga, gazablogga ham o'xsham, bular o'zi aslida zilzila bo'lganda agar kolonna regel bo'lmasa, misol insonimiz, siz ham suyaklarimiz, qovurg'alarimiz korpus vazifasini ushlab turadi. Qolganimiz, misol uchun mushaklar tashqiqlagan bo'lsa, gazablog ham xuddi shunaqa mushak vazifasida bo'ladi. U kolonna regel o'sha zilzila bardoshlikni kolonna regel ko'tarib beradi. Bular hammasi to'ldiruvchi vazifada bajaradi. Rossiyada misol uchun zilzila seysmik zona bo'lmaganligi uchun 3 etajgacha shu gazabloglardan kolonna regelsiz ko'tarishadi. Lekin bizda kolonna regelsiz imkoniyati yo'q buni. Sababi biz seysmik zonaga kiramiz. Qachondir 50 yildami, 20 yildami, 10 yildami zilzila bo'lib qolsa deb o'shani oldini olish maqsadida kolonna regellar qilinadi. Tushunarli. Demak, bu gazablogga bog'liq bo'lgan narsa emas. Yo'q, gazablogga bog'liq narsa emas. Zo'r. Sohibjon aka, keyin yana bitta eng keng tarqalgan miflardan bittasi, hali xalq uzoq muddat test qilib ko'rmadi-ku buni. Gazablog kirib kelganiga endi 5-6 yil bo'ldi. Mana shu holatda gazablogdan qanaqadir zararli gazlarmi, nimadir kimyoviy elementlarmi chiqmaydimi deb xalq xavotir oladi hozirgacha. Nima deysiz? O'zbekistonga kirib kelganiga bir 10 yilcha bo'lib qoldi. Toshkent City ham shu gazablogdan qurilgan. O'zi asli gazablog kelib chiqish tarixi 100 yildan o'tib ketdi buni. Paydo bo'lganiga Rossiya, Qozog'istonlarda gedetda 30-40 yil, 50 yil ham bo'ldi. Bu eski ustalarimiz bilishadi. Biz endi nima deydi, yetib kelish shunaqa bo'ldi. Biz endi Rossiyalarda 20-30 yil balkim arqaroqdamiz. Endi rivojlanyapmiz. Biz uchun endi yetib keldi bu narsalar. Bunda gazablog alyuminiy pudra qo'shilgani uchun sement bilan reaksiya kirishib, vodorod hosil qilib, havo sharikchalari bo'lib qoladi. O'sha prosesda u tugaydi. Bu ekologik toza narsa bo'lib qoladi. O'sha quyish jarayonida yo'q, o'sha tugaydi bunda, kimyoviy jarayon qolmaydi. Ekoton, ekoblog degan narsalar bekorga chiqqani yo'q. Bu tabiiy tozala mahsulot, 100%. Agar bu insonga qandaydir ziyoni bo'lganda, buni davlat, gasin tashkilotlari, misol uchun domlardan g'isht tashlab, gazablog bergan bo'lmas edi. Agar zararli tomoni bo'lganda,
misol davlatimiz umuman buni texnologiyalarni yig'ishtirgan bo'ladi. Buni xalqimiz qo'rqmay olishsa bo'laveradi. Tabiiy, ekologik toza narsa 100%. Demak, hech qanaqa xavotirlikka o'rin yo'q. Bizni ko'zimizda endi chiqqan narsa aslida bu jahon tajribasidan o'tib bo'lgan narsa ekan. Ko'ngil to'qisa bo'ladi. Sohibjon aka, keyin yana biznikilar endi g'isht bilan uy ko'tarib, shuvoq qilib, shpaklovka qilib, keyin ustidan yana emulsiya qilishga o'rgangan. Gazoblokka nima qilsa bo'ladi? An'anaviy qurilishda g'ishtimizda shunaqa bo'ladi. Endi gazoblokni ko'tarilgandan keyin geometriyasi tekis, mana o'zi poddonda turganda ham tekis turadi. Kafenikilar ham ko'p ketmaydi, misol choklari ham yupqa bo'ladi. G'ishtdan nimaga issiqda o'tkazib yuboradi? G'ishtimizda oralariga loy, rasvor qo'yilmaydi. Devorimiz absolyutni teshik bo'ladi, elakdagi gap. Bunda teshik joy qolmaydi. O'zi ham issiqda yaxshi ishlaydi, yana teshik joyi qolmaydi. Keyin geometriyasi yaxshi bo'lgani uchun tik chiqadi devorimiz. Kalonni regeldi hisobiga tashqi tomonimizda qiyshiqroq bo'lishi mumkin betonni hisobiga. Gazoblokda o'ziga emas, uyda ichki kvadraturasi ko'proq bo'ladi. Uyni ichini tekizlashini aytamiz ustalarga biz har doim uyda egasiga ham shunday maslahat beramiz. Uyni ichi tekis chiqadi, rovni bo'ladi. Uyni ichini rodbin bilan bemalol misol uchun shkaturka shuvoq qilmasdan, rodbin bilan tekizlasa bo'ladi. Misol hozir rodbinimiz o'rtacha 25 ming so'm deb olsak, 5 kvadratga yetadi bemalol. Ya'ni undan ortiq ham yetishi mumkin. Biz kam miqdorini olaylik, 5 kvadratga yetadi bu. Ustamiz 15 ming, 20 ming so'mga bemalol tekizlab beradi rodbinni. Bu degani uyingiz bitta rodbin bilan 25 ming so'm bilan aboygami yoki emulsiya kraskaga tayyor bo'ladi. Endi g'ishtda suvoq qilish kerak bo'ladi. Misol uchun hozir ustalar o'rtacha eng arzoni 30 mingdan suvoq qilishyapti. Unga suvoqqa yana sement, qum, ohak yana 30 mingcha xarajat ketadi. Endi mayli 60 ming demaylik, shuni 50 ming deylik. 25 ming so'm ustaga ketsa, 25 ming so'm xarajatga ketsin. 50 ming so'mga sizni devoringiz o'shanda ham aboyga tayyor bo'lmaydi. Undan keyin yana shpaklovka beramiz. Aboyga tayyor deganingiz ham bu 50 mingga tushadi, gazoblogimiz 25 mingga tushadi. U shuvoqdan ham o'zi 2 barobar yutasiz. Tushunarli. Demak, gazoblokdan ko'tarib olsam uyda qanaqa qilib remont qilaman degan o'y-xayollarga mana yechim. Siz o'ylaganingizdan ko'ra ancha oson bitar ekan ishingiz, ancha arzon ham bitar ekan. Shuvoq qilish shart emas, patlovka tortish shart emas. Yana bitta yuansini aytib ketay shu joyiga. Masalan, g'isht urganda, misol turpoq qurgan bo'lsangiz ham bitta kamazda turpoq olib kelasiz, hamma yoq chang, loy bo'ladi-da. Bunda bitta mikserda olasiz, bitta katta emulsionni paxirda tayyorda, akkuratni. Hech joy loy bo'lmaydi, hech joy chang bo'lmaydi. Akkuratni qopda kilaydi olasiz, akkuratni ishingiz bitadi-da. Bo'ldi. Qo'shningiz ham hamma yoqda rosa qiling, chaqiling, mana hujjatlar demaydi. Ham tez bitadi, ham akkuratni bitadi, zamonaviy. Nima deydi? Zamonda kelajagimiz shu-da endi. Ya'ni bayuklarga rastvor qilib, qirchillatib, yo, uni qilishlar bo'lmaydi. Boshqalarda ohaklar o'tkazib o'ldirib. Misol 4 ta 5 ta ustaga bemalol bitta odam kilayni tayyorlab olib borib beraveradi. 4 kishi, 5 kishi bemalol buni ko'tarib tashlaydi. O'shaning uchun siz ko'rgan domlar birpasda ko'tarib tashlashadi. Mana bizda g'ishtda qilingan uylarda keyinchalik nimadir o'zgartirishlar kiritilsa ham, teshibmi, nimadir turbalar olib o'tib ketish qulayda. Olib o'tib ketaveramiz biz. Nozik joylarga tegib qo'ymasak bo'ldi. Gazoblokda qanaqa? Keyinchalik nimadirda teshmoqchi bo'lsak, kabel o'tkazmoqchi bo'lsak, quvur o'tkazmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? U tomoniga ham g'ishtdan bu qulayroq. G'ishtdan qulayroq. Sababi buni o'zini o'yiydigan kabelni elektriklar biladi. O'zini o'yiydigan narsasi bor. G'ishtdan ko'ra osonroq bo'ladi. G'isht qattiq bo'lganligi uchun ham issiq suvda o'tkazib yuboradi, ham perdelkashlarda qiynaydi. Lekin g'ishtni buzganingizdan keyin u pashta ishlatib bo'lmaydigan darajaga kelib qoladi. Buni ham bilsangiz ishlatib bo'lmagan darajaga keladi ikkovi ham. Lekin kabel montajlari, santenika montajlari bunda qulay bo'ladi. Buni ishtiraba qilish, o'yish osonroq. Lekin bu degani uyni teshib o'tib ketib, o'g'ri kirib ketadi degan narsa emas. Bir xil aytadiki, bu deydi yengil bo'lsa deydi, o'ysa bo'lsa deydi, buni deydi o'g'ri o'yib kirib ketib, bir narsani olib ketadi. Ja, unaqa nimjon narsa emas, lekin ishlashga qulay. Ovoz chiqsa kerak, hech bo'lmasa teshganda. Mana imkon qadar odamlar orasidagi gazoblok haqidagi har xil mishmishlarga yechim berishga harakat qildik. Aslida bu mishmishlar asoslimi, yo'qmi? Mana haqiqiy gazoblok ishlab chiqaruvchi zavodning rahbaridan aniq javoblarni oldik.
Endi yana qanaqa sizda savollar bor? Yana nimalar o'ylantiryapti Gazoblok haqida? Gazoblokdan uy ko'tarishga nima to'sqinlik qilyapti sizda? Ular hammasini mana shu videoda kommentariyasiga yozib ketsangiz, ularga ham imkon qadar ilmga asoslangan holatda javob berishga harakat qilamiz. Va albatta Gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi, to'g'rimi? Albatta.